Kvadrati katta, полноценный 3 xonali xonadonlar qidirib yurganlar uchun Gagarina Shotarustavelida lyuks xonadonimiz sotuvga chiqdi. To'liq obzorini ichkarida ko'rib o'tamiz. Mana Belosnejniy xonadonimizga ham kirib keldik. Xonadonimiz Zaxadi и Живи. Birinchi xonamiz bu. Bizda shunaqa детский xona. 2 nafar bola uchun mo'ljallangan. Zona xraneniyalar uchun joy juda ham ko'p tashlab o'tilgan. Bu yerda chiqib kelaverishda bizda koridorimiz shunaqa katta, baland ugalok qo'yib o'tilgan. Gilam va lyustralarga alohida baho berib o'ting. Bu yerda esa bizning razdельный sanuzlimiz. Xo'p, ikkita unitaz bor sanuzllarimizda, har birida. Bu yerda esa отдельныйsi. Bu esa bizning ayollarimizning, shu jumladan o'zimning ham eng sevimli xonam. To'liq texnikalari bilan ta'mirlangan oshxonamiz, vытяжкаlar patologgacha o'sha idish-tovoq qo'yish uchun juda ham ko'p joy tashlab o'tilgan. Xonadonimizda barcha oynalar panoramniy hisoblanadi. Bu yerda esa bizda kattalar yotoqxonasiga kirib o'tamiz. Kattalar yotoqxonamiz ham o'zgacha did bilan qilingan. Har bitta uyimizda bo'lgan ekan, bu yerda ham makiyajniy zona, hattoki lampalariga ham alohida e'tibor berib o'tilgan. Televizorlar ham har bitta xonamizda bor. Bu xonamizda ham xuddi shunday panoramniy oyna. Kattalar yotoqxonamizni toni ham bejavati tonda qilingan. Bu esa juda ham odamni tinchlantiradi. Bu esa uyimizning yuragi, ya'ni shunaqa Belosnejniy zalimiz. Bu yerda mebellar ham o'zgacha qilib tanlab qo'yib o'tilgan. Kattagina, hattoki stolishitsasi ham juda ham katta. Bu yerda ham xuddi shunaqa panoramniy oynalar, pardalarimiz ham juda ham качественный. Xonadonimiz umumiy kvadraturasi 80 metr kvadratni tashkil etadi. Narximiz esa 110 ming AQSh dollari. Yana kelishiladigan joylarimiz mavjud. Bemalol bizga qo'ng'iroq qiling.